Qizlar, qaranglar, kiprik o'stirishga shunaqangi zo'r yog'i bor ekan. Qaranglar, ko'rinishidan va upakovkasidan buni zo'rligini o'zi ko'rsanglar bo'ladi. Buni ichini ochganda kiprik o'lchaydigan mana bunaqa narsasi bor ekan. Oldin kipriklarni o'lchab olasizlar razmerini. Keyin bu maslasi bor ekan. Qaranglar, buni Shvetsiya mahsuloti, Shvetsiyadan kelgan Greenleaf kompaniyasida keladi. Qaranglar, ko'rinishi qanaqa holatda. Hozir mana sizga ko'rsataman. Mana bunaqa ingichka udobni surishga yog' bor ekan. Bu kiprikni восстановить qiladi va o'sishga yordam beradi. Qaranglar, tush qo'yishdan oldin, mana makiyaj qilishdan oldin bu maslani surib olasizlar. Surishga ham juda ham qulay, udobli, ildizlariga aynan tegidek, kiprigingizni tegidek ildizlariga surib olasiz va buni surib olganingizdan keyin bemalol makiyaj qilib tashib ketsangiz bo'ladi. Tushni ustiga surib qo'yib, tushda makiyaj qilib ketsanglar bo'ladi. Aynan kipriklarni bu ildizidan ozuqa berib, восстановить qilib, zo'r o'stirishga yordam beradi. Va kech payt qaytganingizdan keyin bemalol makiyajingizni yechib, buni surib olsanglar ham bo'ladi.